buyuk o'lgan Xorazm elidan kelib, mana shu bizning elimizning, xalqimizning katta tantanali bayramiga, mustaqillik bayramiga, ota-bobolarimiz niyat qilgan katta ulug' bayramga kelib, mana shu bizning Mirzo Ulug'bek rayoniga tashrif etishganlaringizga mingdan ming tasanno qilib, xush kelibsiz deyman. Mirzo Ulug'bek tumani hokimi Shavkat Mirziyoyevning so'zlarini eshityapsiz. Katta tantana, katta to'y. Agar bizni nohiyamizda aytsak, shu ertalab soat 4 dan kech soat 1 largacha ham vaqtimiz yetmayaptiki, shu el bilan birga bo'lib, xalq bilan birga bo'lib, shu darsxonaga yetisholmayapmiz. Bu bizning katta baxtimiz, bu